Ilhom Aliyev Ozarbayjonning siyosiy va iqtisodiy qudratini belgilab kelayotgan eng katta kuchlardan biri. 1961-yil 24-dekabr kuni Baku shahrida tug'ilgan Aliyev Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutini tamomlab, shu yerda doktorlik ishini himoya qilgan. Uning ilmiy ishi Buyuk Britaniyaning 70-80-yillardagi tinchlik harakati haqida bo'lib, bu davrda u ingliz tili va g'arb mafkurasiga chuqur qiziqqan. 1985-1990-yillarda MGMOda o'qituvchi sifatida dars bergan va nazariy diplomatiya, xalqaro munosabatlar bo'yicha talabalar tayyorlagan. 1994-yildan boshlab u neft va gaz loyihalarida faol ishtirok etib, Ozarbayjonning strategik energetika siyosatini shakllantirishda asosiy rollardan birini bajardi. 2003-yilda prezidentlik lavozimini otasi Haydar Aliyevdan qabul qilib oldi. Bu jarayon ichki siyosiy muvozanatlar, vorislik, kuch taqsimoti bo'yicha ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Aliyevning yetakchiligi ostida Ozarbayjon Baku-Tbilisi-Chexan neft quvuri va Janubiy gaz yo'li kabi yirik loyihalar ishga tushirildi. Bu nafaqat milliy iqtisodiyotga milliardlab dollar keltirdi, balki Yevropaning energiya xavfsizligida ham Ozarbayjonning strategik rolini mustahkamladi. Ilhom Aliyevning nomi ko'plab moliyaviy va siyosiy tadqiqotlarda uchraydi. Panama Papers hujjatlarida Aliyev oilasi bilan bog'liq offshore kompaniyalar, yashirin aktivlar haqida ma'lumotlar e'lon qilingan. OCCRP 2012-yilda uni yilning korrupsiya shaxsi deb atab, Ozarbayjon moliya tizimidan xalqaro pul oqimlari uchun foydalanganligini ta'kidlagan. Reuters manbalarida esa Aliyevning yoshligida kazino va qimor o'yinlariga qiziqqani va shu sababli otasi Haydar Aliyevning mamlakatda kazinolarni yopish qarorini qabul qilganiga ishora qilinadi. U bir necha tillarda, ingliz, rus, fransuz va turk tillarida bemalol so'zlasha oladi. Bu esa uni xalqaro siyosat sahnasida yanada kuchli diplomatga aylantiradi. Aliyev shaxsiy hayotda ham zamonaviy lider qiyofasini namoyon etadi. Sport tadbirlari, texnologiya loyihalari va global forumlarga homiylik qiladi. Baku shahri uning davrida xalqaro sammitlar, Formula 1 Grand Prixsi va yirik iqtisodiy forumlar o'tkaziladigan markazga aylangan. Ilhom Aliyevning qarorlari va tashabbuslari nafaqat mamlakat ichida, balki mintaqada ham iqtisodiy va geosiyosiy o'yin qoidalarini belgilab berayotgan strategik omil sifatida ko'riladi.